farishtalar sajda qilinishga buyurilgan Odam alayhissalom. Azalda Alloh jalli jalaluhu yolg'iz o'zi mavjud ekan. Tunilishni iroda qilib, sifatlarining va asmohi ilohiyasining, ya'ni ilohiy ismlarining tajallisi bilan bu koinotni yaratdi. Alloh taolaning bilingan yoki bilinmagan butkul ilohiy sifatlarining eng ko'p zuhur qilingan 3 tajallisi makoni bor. Birinchi koinot, ikkinchi Qur'on Karim, uchinchi inson. Koinot asmohi ilohiyaning fe'ili. Qur'on Karim bo'lsa kalomiy bir zuhurdir. Boshqacha aytganda Qur'on Karim kalam suratiga o'ralgan bir koinotdir. Inson koinotning o'zi va urug'iga o'xshaydi. Chunki Allohning barliq sifatlarida oz va ko'p nisibisini olgan maxluq yolg'iz insondir. Uning ashraful maxluqot, ya'ni maxluqotlarning eng sharafliki deb zikr qilinishining sababi buningdan iborat. Lekin uningda mudlilil mutakabbir va uningga o'xshash jaloliy sifatlarining yanida hodi, rahmon, rahimga o'xshash jamoliy sifatlarining tajallisimi tepilganligidan inson yaxshilik va yomonlikqa yaratilishdan mayldir. Shunlashqa Qur'onda mundaq deyilgan: ruh bilan va uni chiroyli qilib yaratgan, uningga yaxshi yomonlikni bildirgan zot bilan qasamki, ruhini pok qilgan odam cho'qim murodiga yetadi. Nafsini, ya'ni kufri va fisqi fujur bilan kamsitgan odam cho'qim noumid bo'ladi. Bu sababdan inson anbiya avliyolarning tarbiyasi bilan nafsini pokizlab, o'zidagi nachar sifat, mayillarni tozalash va ruhiy sifatlarini takammallashtirish orqali komil bir inson bo'lishga tirishish kerak. Farishtalarda yomonlikqa mayl bo'lish iqtidori bo'lmaganligi uchun inson Allohga yetib berish yo'lida ilgarilab, ularni besib tushish imkoniyatiga ega. Buning uchun inson ilohiy vahiyga agashmaganligiga qarab, farishtadan ustun darajalar bilan hayvondan tuvan bir daraja orasidagi makonda bilinadi. Nafs cheklamasini yengilgan bir inson nazokat va bir san'at harikasi, ya'ni mo'jizasi. Koinot kitobining xulosasi, Fatihasi va yaratilish siridir. Chunki tashqi qiyofatda go'sh va so'ngakdan iborat bo'lgan bo'lsa-mu, uning bu ko'rinishining ostidagi ma'naviy borlig'ida ilohiy tajallining nurg'unlagan sir haqiqatlari to'planadi. Ali raziyallohu anhu bu haqiqatni bir beytida mundaq izhor qiladi: Davan sendur faqat ko'rolmaysan. Darding sendur faqat bilolmaysan. O'zingni kichik bir jism sanaysan. Halbuki butun olamning javhirisan. Muhimi butun mavjudiyatga daraja bo'lgan oyatni, subhaniyatni o'qish va ularni haqiqiy yuzi bilan idrok qilishga tirishishdir. Alloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga nozil qilgan tunji vahiyning birinchi oyatida "Iqra, o'qi" degan. Bu yerda deyilgan o'qi kalimasi faqat yozilgan bir narsani o'qish ma'nosida kelmagan bo'lib, buning bilan birlikda muzokara, zehni fikr va tafakkurga dalolat qiladi. Bu nuqtadan elib aytganda oyat shu ma'noda kelishi mumkin. Ey Rasulum, kalomi ilohiyani o'qi. O'zing va koinotdagi maxfiy haqiqatlarni tafakkur, zikr qil. Shay'larning haqiqatini idrok qilishga tirish. Bu ma'noda Masnaviy sharihlari mundaq tafsir qilgan. Qur'on Karimda iqro o'qi ma'nosi bo'lsa, Bishnu tingsha deb boshlanadi. Bishnu so'zi iqroning tafsiri moyitida bo'lib, kalomi ilohiyani tingsha, sirlarni tingsha, o'zingda to'plangan haqiqatlarni tingsha degan ma'noda. Insonning bu olamda paydo bo'lishi Odam alayhissalom bilan boshlangan. Tunji inson, tunji payg'ambar, tunji komil yo'l boshlag'uchi Odam alayhissalomdir. Qiyomatgacha zanjirsimon holda keladigan inson avlodi tunji yaratilish zamonida usti-ustiga kelgan tugumas soyaga o'xshash uning shaxsiy mavjudiyatida saqlangan. Bu haqiqatga ishorat qilib Qur'on Karim mundaq deydi: Ey insonlar, sizlarni bir insondan,
ya'ni Odam alayhissalomdan yaratgan. Shu insondan, ya'ni o'z jinsidan uning juftini, ya'ni Havvoni yaratgan. Va ulardan, ya'ni Odam bilan Havvodan nurg'un ayollarni yaratgan Parvardigoringlardan qo'rqinglar. Alloh taolo insonni butun maxluqotdan sharafli qilib yaratganligini mundaq deb bayon qiladi. Shak shubisizki biz odam bolalarini hurmatli qildik. Ularni quruqlikda uloqlarga mindirdik. Dengizda kemalarga chiqardik. Ularni shirin yemakliklar bilan rizqlantirdik. Ularni maxluqotlarimizning nurg'unidan ustun qildik. Bundaq mukammal yaratilgan inson qudrati ilohiyaning ming bir naqsh bilan zinnatlangan bu olamda ilohiy san'atning eng yuqorisini tashkil qiladi. Bu haqda Sulaymon Chalebi, ya'ni Mavlud nomli asarida mundaq deydi. Alloh taolo yaratdi chin odamni, qildi odam bilan zinnat olamni. Kichik bir olam bo'lish sifatiga ega odam bilan buyuk bir olam bo'lgan koinot asli bir bo'lgan haqiqatning ikki ayrim imkonida bir-biriga o'xshamagan ko'rinishga ega bo'lganligi uchun bir yo'parmoqning ikki tarafiga o'xshash bo'lib qo'shmoqlarga o'xshaydi. Ya'ni bir jihatdan aytganda, inson koinotning kichikiltirilgan shakli bo'lganligi uchun koinotdagi sirlarning ochilishi va narsalar haqiqatining idrok qilinishida eng buyuk vazifa uningga tushidi. Bir bug'doy donasi butkul bug'doy jinsining alohidligini o'z ichida to'shig'anidek, har xil urug'larning ichida u jinsning butkul xususiyat va xarakteri mavjud. Insonmi koinotdagi butkul narsalarning haqiqatini o'ziga to'plagan bir mavjudiyatdir. Bu jihatdan inson koinotning ichida yug'urilgan bir javhar, bir urug'ga o'xshaydi. Bu haqda Shayx Xolib mundaq deydi. Kim o'zingga yaxshi qara. Qara, olamning javharisan. Mavjudiyatning javhari bo'lgan insonsan. Ko'ngil ko'zi bilan o'zingga qara. Sen maxluqotning javhari, koinotning ko'z qarchig'i bo'lgan inson sen. İnsanning yaratilishida nurg'un ilohiy maqsad bor. Bulardan biri Alloh taolaning yaratish san'ati va go'zalligiga dalil bo'ladigan ustun bir mavjudiyat yaratishini iroda qilishdir. İnsanning yaratilishidagi ilohiy iroda intayin ahamiyatli bo'lib, bu haqiqatning amaliylashishi uchun Alloh taolo idrak qilaligimiz va qilolmaganligimiz xususiyatlari bilan bütün bir koinotni yaratgan va uni insonlarning foydalanishiga taqdim qilgan. İnson yer yuzini ovatlashtirish va ko'ngil mahsuli asarlar maydonga keltirishga mas'ul. Chunki u yer yuzida Allohning xalifasi bo'lish uchun yaratilgan. Alloh taologa vakil bo'lib yashashdan iborat bu xalifalik vazifasi o'z tabiatida. Bu vazifani o'rindash qobiliyatiga ega. Alloh taolo bu qobiliyatning yapishil bo'lib yashirishiga ma'mur bir urug'ga o'xshash taraqqiy qildirib, talab qilingan natijani qo'lga keltirish uchun kerakli programmani Qur'on Karim bayon qilgan. Buningga haqqi bilan rioya qilganlarning ma'naviy darajalarini bildirib, Qudusiy hadisda mundaq deydi. Kimki vali bir bandamga dushmanlik qilsa, men uningga qarshi jang e'lon qilaman. Bendam bana eng ko'p farzlarni ado qilish orqali yaqinlashadi. Farzlarga qo'shib nafli ibodatlar bilan mo yaqinlashishni davomlashtiradi. Natijada men uni do'st tutaman. Bendamni do'st tutdimmo, uning anglagan quliqi, ko'rgan ko'zi, tutgan qo'li va mangdigan oyiqi bo'laman. Mendan nima so'rasa mutlaq beraman. Mendan panoh tilasa uni qo'g'dayman. Oyatda jimi hamdu sana olamlarning parvardigori Allohga xosdir deyilgan. Alloh taolo nurg'unlagan olam yaratgan bo'lib, bu olamning 18 mingdan 360 mingga qadar bo'lganligiga munosabatlik o'xshamagan rivoyatlar bor. Bu rivoyatlar inson aqlining olamning sonini idrok qila olmaganligi uchun kinoya bo'lishi mumkin. Bu olamlarni birinchi xalq olimi, ikkinchi amir olimi shaklida
ikki asos sinfda bayon qilish mumkin. İnsanning yaratilishi bu ikki olamdimi hissa olgan. Alloh taolaning yaratishining xoliq va amir shaklida ekanligi oyatda mundaq bayon qilinadi. Yaratish va amr qilish, ya'ni koinotni tasarruf qilish rastilla Allohning ilkididir. Olamlarning parvardigori Allohning darajasi kattadir. Bu oyat haqida mufassir Al-Malili Hamdi yazar mundaq izohat beradi. Boshdan oxirga taqdir va takvit, ya'ni yoritish uningga oid. Qabul qilish va shariat qo'yishmi uningga oiddir. Bu holda hajm va miqdorga ega mahluqotlar uning mulki. Ular ustida jarayon qilgan hajmsiz, miqdorsiz amallarmi, ya'ni yoritishmi uning, yurgizishmi uning, jism, modda va shakl uning, ijod va qurilishi, ularni yurgizgan quvvat va ruhmu uning ta'sir va kuchidir. Uningdan boshqasi yo'qlikqa va mumkinlarga vujud berolmaydi. Paydo qilish uning, vojib qilishmi uning, san'atmi uning, qonunmi uning. Butun masva, ya'ni Allohdan boshqa har shay uning hukmi ostida va uning yaratish va amridan iborat. U bo'lsa har shayni yaratgan va mutlaq tasarruf egasidir. Amaliyotda uning ijodiga tayanmagan hech bir mavjudot yo'qdir va uning amr farmoniga bo'ysunmagan amrlar haqiqiy amr bo'lolmaydi. Zaman va makon bilan bog'langan holda yaratilgan mavjudotlardan tashkil qilgan olam xalq olimi deyiladi. Buningga mulk va shahodat olimimi deyiladi. Zahri 5 sezgi a'zoyimiz bilan his etgan narsalar bu olamdandir. Metafizik, ma'naviy va ichki olamga amr olimi deyiladi. Boshqacha aytganda, amr olimi zamon va moddadan so'z ochmasdan Alloh taolaning kun, ya'ni bo'l amri bilan paydo bo'lgan olamdir. Bu malakut va g'ayb olimi deb ataladi. Aql, nafs, ruh, qalb va sirg'a o'xshash latoiflar bu olamga oiddir. Qur'on Karimda ular sendan ruhning mohiyati haqida so'rashidi. Ruhning mohiyatini Parvardigorim biladi degan. Sizlarga faqat ozg'ina ilm berilgan. Bu orqali ruhningmi amr olamidan ekanligini bayon qiladi. Bu ikki olamda jarayon qilgan ikki ayrim yaratishga ishorat qilib, Qur'on mundaq deydi. Alloh biror shayni yaratishni iroda qilsa, uningga vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi. Yaratilishimizning sabab va hikmatlari. Birinchi, insonning yaratilishining asosiy maqsadi Allohga qulluq va ma'rifatulloh, ya'ni Allohni tunishdir. Oyatda jinlarni, insonlarni faqat menga ibodat qilish uchun yaratdim deyilgan. Oyatda yaratilishning g'oyasi bo'lib zikr qilingan qulluq shundoq bir sharafli daraja bo'lib, uning bu ulug' o'rni kalima shahodatda ko'riladi. Bo'libmi u yerda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning avval qul, keyin rasul ekanligi ifodalandi. Bu qulluqning birinchi o'rnida risolatning bo'lsa, qulluqning chek-chegirasi ichida ekanligini ko'rsatib beradi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'ziga haddidan ortiq hurmat ko'rsatgan kishilarga sizlar menga darajamning ustida hurmat qilmanglar, chunki Alloh taolo meni payg'ambar qilishdan burun banda qilgan deb ogohlantirib, bandichilikning ahamiyatini aytgan. Yana bir oyatda Alloh taolo aytqinki, agar sizlarning duolaringlar bo'lmasa, Parvardigorim sizlarga parvo qilmaydi. Qulluqning yana bir ma'nosi ma'rifatulloh, ya'ni Alloh taolaning tunilishi va bilinishidir. Imom Maturidi rahmatullohi alay iymon uchun ikki asosning shart ekanligini aytgan. Bular ma'rifatulloh, insonning yaratilishi, bandichilikning ado qilinishi va Alloh taolaning bilinishi g'oyasiga isnot qilingan. Chunki yaratilishimizning sababi bilan munosabatlik bo'lgan yuqoridagi oyat karimida liya budun, menga qulluq qilish uchun deyilgan. Ba'zi mufassirlar bu kalimani liya budun, ya'ni Allohni tunish,
Rabbini qalbda tunish orqali ma'rifatullohga yetish shaklda tafsir qilingan. İnsanның yaratılışıga eng avval Allohning borligi va ma'rifatini, ya'ni bilinishni iroda qilish sabab bo'lgan. Shunga Qudsi hadisda mundaq bayon qilgan: "Men yoshirin bir xazina edim, bilinishni orzu qildim va bu koinotni yaratdim." Muhabbat. Alloh taolo Qur'onda mundaq deydi: "Mu'minlar Allohni hammadan bak do'st tutquchilardir." Yaratılışımızның muhim hikmetlerinden biri Allah Taolani her narsadan ortiq yaxshi ko'rishdir. Chunki u bizga cheksiz va tugumas ne'mat ato qilgan. Buning natijasida bandalardan eng ko'p zoti ilohiy zotiga muhabbat bog'lashni va boshqa jonliqlarga bo'lgan muhabbatining buningga to'sqinlik qilmasligini talab qilgan. Buning aksicha bo'lganda qattiq azobga duchor bo'ladiganligini bayon qilgan. Qur'on mazmun bilan munosabatlik bir oyatda mundaq deydi: "Ey mu'minlar, sizlardan kimki murtad bo'ladi ekan, Alloh ya'ni uning o'rniga Alloh ularni do'st tutadigan, ularmi Allohni do'st tutadigan bir qavmni keltirdi." Boshqa bir oyatda shaxs va qavmlarning halok bo'lishining tunji sababining muhabbatning kesilishi ekanligi aytilgan. Aytqinki, agar sizlarning otanglar, o'g'linglar, qarindoshlaringlar, xotininglar, urug' tuqqanlaringlar, ya'ni hamda ulardan boshqalar topgan pul mollaringlar, oqmay qilishdan qo'rqgan tijoratlaringlar, yaxshi ko'radigan uylaringlar sizlar uchun Allohdan, Allohning payg'ambaridan va Allohning yo'lida jihad qilishdanmi suyumlik bo'lsa, ya'ni shular bilan bo'lib ketib Allohning payg'ambariga yordam bermasanglar, u holda sizlar toki Allohning amr, ya'ni Makkani fath qilish izni kelguncha kutinglar. Alloh fosiq qavmni, ya'ni Allohning dinining chek-chegarasidan chiqib ketguchilarni hidoyat qilmaydi. Hadis sharifda iymonning halovatini shu 3 xususiyatga ega kishining tetiy olmaydiganligini aytgan. Allah va payg'ambarini har narsadan ortiq yaxshi ko'rish. Iymondan keyin kufrga o'tishni o'tqa tushishdanmi xatarlik deb qarash. Allah uchun yaxshi ko'rish va Allah uchun dushman bo'lish. Allohga muhabbatning sharti payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga ko'ngildan agishish, itoat va uningga bo'lgan sevgi muhabbat, ya'ni uningda fani bo'lishdir. Alloh taolo mundaq deydi: "Ey Muhammad, ularga aytqinki, agar sizlar Allohni do'st tutsanglar, menga agishinglarki, Alloh sizlarni do'st tutadi. O'tganki gunohkorlarni mag'firat qiladi. Alloh nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir." Hadis sharifdami payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan muhabbat haqiqiy iymonning sharti qilinib zikr qilingan. Nafsim u zotning qudrat qo'lida bo'lgan Alloh bilan qasam qilamanki, sizlardan biringlar uchun men u kishining o'zidan, onasidan, dadasidan, avlodlaridan va butkul insonlardan suyumlik bo'lmoqcha haqiqiy iymon etgan bo'lmaydi. Birinchi, Alloh taolo yaratish sifatidagi qudratining buyukligini ko'rsatish uchun insonni yaratgan. Chunki inson bir yaratilish san'ati va ijodiy badiiysidir. Shundaqki Ziyorat surasining 20 va 21 oyatlarida mundaq deydi: "Ziminda va o'zanglarda Allohga chin e'tiqod qildiganlar uchun Allohning qudrati va birligini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. Buni ko'rmamsizlar?" Alloh taolo boshqa bir oyatda insonning yaratilish bosqichini bildirgandan keyin qudratini mundaq bayon qiladi: "Eng mahir yaratquchi Alloh, hikmat va qudrat jihatdan ulug'dir." İnsanның yaratılış bədisi buluşunun yeni bir tərəfi məxluqatның ən şərəfliki və Cenab-ı Allah'ın zimindiki xəlifəsi qılınışıdır. Bu haqda Allah Taala mundaq deydi: "Öz vaqtida Pərverdigarın pəriştlərə mən yer yüzüdə xəlifə, yəni o'rinbosar yarataman" dedi. Mufassir Al-Malili hamdi yazar. Oyatdagi xəlifə yarataman ifodasini mundaq tafsir qilgan: "Öz irodamdan qudrat va sifatimdan uningga ba'zi salohiyatlar beraman. U mening o'rnimda, menga vakolatdan maxluqotlar ustida bir yurish, idora qilish,
ya'ni boshqurishga ega bo'ladi. Mening nomimga hukmlarimni ijro qiladi. U bu haqda hech bir hukmini o'z zoti va shaxsiy nomida ijro qilmaydi. Faqat mening bir muavinim, ya'ni vakilim bo'ladi. Irodasi bilan mening irodamni, mening buyruqimni, mening qonunlarimni tatbiqlaydi. Keyin uning orqasidan kelganlar va uningga xalifa bo'lib o'xshash vazifasini ijro qildiganlar bo'ladi. Alloh sizlarni o'tganki ummatlarning o'rinbosari qildi. İnson Janobi Allohga yaqinlik jihatdan farishtalarmo orzu qilgan sifat va qobiliyatda yaratilgan. Bu haqiqatan Qur'on Karimda mundoq bayon qilinadi. Biz insonni shak shubisiz eng chiroyli shaklda yaratdik. Ikkinchi, Alloh taolo asmoi ilohiyasining tajallisini ustun bir saviyada ko'rsatish uchun insonni yaratgan. Alloh taoloning axloqi bilan axloqlaninglar. Hadisimi bu ma'niga ishora qiladi. Chunki asmoi ilohiyaning eng buyuk tajallisi mahluqotlar orasida eng ziyoda insonda ko'riladi. Farishtalarda kibr va mudiliga o'xshash asmoning tajallisi bo'lmaganligi uchun nafs to'sqinligi yo'q. Gunoh qilmaydi. Bu sababdan nafs to'sqinligini eshib Allohga yetish va xalifatulloh bo'laoladigan qobiliyat yolg'iz insonga nisb qilingan. Shuningdek, ashrafiy maxluqot bo'lgan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Mirojda farishtalarning eng buyugi bo'lgan Jibril alayhissalom o'talmagan chegirning, ya'ni Sidrai Muntahoning u tarafiga o'tkazilgan. Xulos qilganda inson dunyoga yoritilish maqsadini idrak qilib, Janobi Allohning o'ziga bergan son sanoqsiz ne'matlarga shukr hissiyotida Allohga ibodat qilish kerak.